Chupa Chups, doimiy xursandchilik. Saturn haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Og'abek, familiyasi Abdumo'minov. 22 yoshda, Qashqadaryodan, lekin Surxondaryo va Qashqadaryoni bitta deb biladi. Asl millati arablarga borib taqaladi. Vazni 70 kg, bo'yi 1.77 cm. Ichmaydi va chekmaydi. Oktagon ligada debyut qilgan. Debyutida yo'q, g'alaba qozongan. O'zbek Tayson bilan yaqin do'st va ular internet orqali do'stlashishgan. Onasining ko'zining rangi Saturnga o'xshagani uchun bu nomni tanlagan. Yoshligida juda qiynalgan. Bono Ikromovani meni tengim emas degan. Toshkentda o'qishga kirgan, lekin kontrakt to'lolmaganligi uchun o'qishdan haydalgan. Toshkentda yashaganida ko'chada qolib ketishiga to'g'ri kelgan. Kelajakdagi maqsadi sportdan ketish va Tayson bilan Tayson somsaxonasini ochish. Tio Timur bilan urushib qolgan. O'zining Gentra mashinasi bor va shu mashinasi orqali Yandexda ishlaydi. Mashinani arendaga olgan. O'zini Oktagon liga qiroli deb biladi. Keyingi jangi 11-mayda bo'ladi. Bu jangga tayyorlanish uchun uyda shug'ullanyapti. Lezginka raqsini yaxshi ko'radi. Salto otishni biladi. Futbolga qiziqadi. Real Madridning fanati. Ronaldoni yaxshi ko'radi. Saturn hammani Hayit bilan tabriklagan. Odilxon bilan erka bilan tortishganida uxlab qolgani uchun yordam bera olmagan. Mashinasida avariya bo'lgan. Erkabulanga vizov tashlagan. Mashinasiga yigit o'lsa ham nomi o'lmaydi degan so'zni yopishtirib qo'ygan. Odilxon Saturn jangiga muxlislik qilgan. Klassika uslubdagi kiyimlarni yaxshi ko'radi. Saturn o'zini bo'ri deb hisoblaydi. Jasmina ismli qiz bilan yaqin do'st, lekin juda ko'p ular urushishadi. Oktagondagi jangida yosh bola bilan urushgan. Habib energetikni yaxshi ko'radi va shu energetikni reklama qilib chiqqan. Birinchi jangida gladiator obrazida chiqqan. Oktagon liga jang berganida yig'lagan. Kamel karate bilan jangdan so'ng do'st bo'lib qolishgan. Varavskoy qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Agar siz Rossiyada yashasangiz yoki ishlayotgan bo'lsangiz, qulay va ishonchli bank kartasi kerak bo'lishi aniq. Pul o'tkazmalarida ortiqcha komissiya to'lamaslik, hisobingizni osongina to'ldirish va zarur hollarda naqd pulni bemalol yechib olishni istaysizmi? Unda T-Bankning Black kartasi aynan siz uchun. T-Bank Black kartasi Rossiyada yashovchi chet elliklar uchun eng qulay moliyaviy ekotizim hisoblanadi. Ushbu kartadan foydalanib siz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlarga komissiyasiz pul o'tkazishingiz mumkin. Pro obunasi orqali siz oyga 50 ming rublgacha komissiyasiz pul jo'natishingiz mumkin. Oddiy tarifda esa oyga 20 ming rublgacha bepul o'tkazmalar mavjud. Agar belgilangan limitdan ortiq pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, atiga 1,5% komissiya to'lash kifoya. Bu esa boshqa banklarga qaraganda ancha arzonroq. Eng yaxshi tomoni, agar siz 30-aprelgacha tavsifdagi havola orqali ushbu kartani rasmiylashtirsangiz, barcha xizmatlardan 1 yil davomida bepul foydalanasiz. Kartani ochish juda ham oson va tez. Sizga Rossiya sim kartasi yoki mahalliy pasport shart emas. Shunchaki ariza qoldiring va kartani Rossiya bo'ylab o'zingizga eng yaqin manzilga yetkazib berishadi. Bulardan tashqari pulni yechib olish ham qulay. T-Bankning bankomatlarida 500 ming rublgacha komissiyasiz, boshqa banklarda esa 100 ming rublgacha hech qanday foizsiz yechib olish mumkin. Pro obunasi borlar uchun yana bonuslar bor. Pulim bekor yotmasin, ko'payib tursin deganlar uchun 16% jamg'arma hisobi. Huquqiy maslahatlar ham mavjud. Ish, uy-joy, patent masalalarida yordam berishadi. Aviachiptalar xaridida 4% cashback. Chet elga chiqib turadiganlar uchun ajoyib imkoniyat. Video ostidagi havolaga hoziroq o'ting. 30-aprelgacha kartani rasmiylashtiring va xizmatlarning hammasidan 1 yil tekinga foydalaning. Saturn komandasiz qolgan, kreditga telefon olgan, lekin to'lolmaganligi uchun tortib olishgan. O'zining shaxsiy uyi yo'q. Qizil pasport olguncha muammolarga uchragan. 8 yil oldin uydan qochib ketgan. Ungacha dalada qo'y boqib yurgan. Qarindoshlari bilan aloqasi uzilib ketgan. Akasi vafot etib qolgan va bu uchun o'zini aybdor deb biladi. Eng katta maqsadlaridan biri Toshkentdan uy olish. Shirinlik yeyishni yaxshi ko'radi. Ko'chalarda urushib yurgan. MMAda nolman deb aytgan. 7 yildan beri sport bilan shug'ullanadi. Nursulton Ro'zboyev Saturnga gapirgan. Saturn ham javob qaytargan. Nursulton Ro'zboyevning ukasi kelib Saturnni urgan. Qizil pasport ola olmaganligi uchun yig'lagan.
O'zbeklar bilan Oktagon ligada urushishni xohlamaydi. Yelkasida travmasi bor. Kommentariyasiga Hindiston bayrog'ini yuborishgan. Tayson bilan Amerikaga qochib ketmoqchi. Sochini Oktagon ligadan oldin oldirib tashlagan. O'zining aytishi bo'yicha, sochini oldirganidan keyin qizlar podpiska tashlashgan. Yandexdan tashqari kafeda ishlagan. Yandex qilib yurganida maska taqib yurgan. Eng yaxshi ko'rgan ovqati tandir go'sht. Saturn ko'p xotinlikka qarshi. Hozirda sevgan qizi yo'q. Cho'pon qizga uylanishni niyat qilgan. O'zining Telegram kanali bor va u yerda bukmekerlarni reklama qiladi. O'z haqidagi ma'lumotlarni sir saqlashni xohlaydi. Instagramida 463 ming obunachisi bor va 638 ta post joylagan. Ot minishni yaxshi ko'radi. Taysonga o'xshab choyxona Registonini reklama qilgan. Oktagon liga jang ber deb chiqargan videosi mashhur bo'lib ketgan. Negativlari juda ham ko'p. Qorni yomon ko'radi. Sportivniy perchatka olgani uchun juda xursand bo'lgan. Motivatsion videolar ishlashni yoqtiradi. O'qishini qayta tiklashni xohlaydi. Rolton yeb, 3 mahal trenirovka qilgan. Qurilishda ham ishlagan. Choyxona Registon Saturnga yangi yil uchun sovg'a qilib, tandir go'sht yuborgan. 100 mingta obunachi bo'lganini nishonlash uchun pechka sotib olgan. Diskotekadagi qizlarni yonina olib video ishlagan. Yoshligidan sport bo'yicha chempion bo'lishni orzu qilgan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.